Bugungi kunda O'zbekiston ilm-fan va ma'naviyat uyg'unligiga asoslangan yangi bosqich sari dadil qadam tashlamoqda. Bu yo'lda prezident tashabbusi bilan barpo etilayotgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi xalqimizning tarixiy xotirasi, ilmiy salohiyati va ma'naviy yuksalishining yorqin timsoli sifatida qadr rostlamoqda. Hozirda markaz ekspozitsiyasini mazmunan boyitish maqsadida faol ishlar olib borilyapti. Bu borada maxsus shtab tuzilgan bo'lib, olimlar bir maqsad yo'lida tinimsiz harakat qilmoqda. Islom sivilizatsiyasi markazida Ibn Sinoning Tib qonunlari asarining Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan qadimiy nusxasi faksimiliyasi ham o'rin oladi. Tafsilotlar haqida muxbirimiz Dilfuza Esonova xabar qiladi. Insoniyat tarixida sivilizatsiyalar rivojiga juda katta ta'sir qilgan omillar bor. Shulardan biri ilm-fan taraqqiyoti. Jahon ilm-fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan. G'arbda Avitsena nomi bilan mashhur o'zimizning vatandoshimiz buxorolik ensiklopedik olim Abu Ali ibn Sinodir. Ibn Sino o'sha davrda, ya'ni hozir birinchi Renessans deb atalayotgan 9-12 asrlardagi madaniy yuksalishning bir mahsuli sifatida dunyoga keldi. Uni bir fenomen ham deb aytishimiz mumkin. Uni yozib qoldirgan asarlarning sonini manbalarga ko'ra 400 dan ortiq deyiladi, lekin bizgacha 200 dan ortig'i yetib kelgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning g'oyasi va tashabbusi bilan bunyod etilayotgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida Xorazmiy, Farg'oniy, Forobiy, Beruniy, Burxoniddin Marg'inoniy kabi alloma va mutafakkirlar qatorida Ibn Sinoning serqirra faoliyatiga alohida urg'u berilmoqda. Masalan, markaz muzey ekspozitsiyasida Ibn Sino yashagan davrdagi Buxoro, u yerdagi ilmiy muhit ham namoyish etiladi. O'sha davrdagi Somoniy hukmdorini bir og'ir kasallikdan boshqa tabiblar qatorida u ham muolajasida ishtirok etadi va bu muolaja muvaffaqiyatli bo'lishi natijasida Ibn Sinoga mana shu Somoniylarni o'sha davrda musulmon sharqidagi eng boy kutubxonalardan biri bo'lgan Somoniylar kutubxonasidan foydalanish imkoniyati yaratiladi. Mana shu Somoniylar kutubxonasi Sivan al-Hikma ham deb ataladi. Uni, ya'ni hikmatlar donishmandlik xazinasi deb tarjima qilish mumkin. Mana shu Sivan al-Hikmani ham 3D shaklda, immersive show shaklida mana shu ekspozitsiyada u ham namoyish qilinadi. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida Abu Ali ibn Sinoning 100 dan ortiq noyob qo'lyozma asarlari saqlanadi. Mana bu qo'lyozma asar 14-asrda ko'chirilgan, Andijondan topilgan va institut fondiga topshirilgan. Bu kabi asarlar kelgusida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi ekspozitsiyasidan joy oladi. Mana ko'rib turibsiz, qo'lyozma juda ham qadimiy va kelgusida bu kabi qadimiy qo'lyozmalarning ekspozitsiyadan o'rin olishi tashrif buyuruvchilarda tibbiyot to'g'risidagi bilimlar va tasavvurlarni uyg'otadi. Yana bir qiziqarli ma'lumot, 11-asrda Abu Ali ibn Sino tomonidan yozilgan Tib qonunlari asaridagi ma'lumotlar bugungi zamonaviy meditsina bilan 100% mos keladi. Islom sivilizatsiyasi markazida taqdim qilinayotgan mana bizni Abu Rayhon Beruniy nomida Sharqshunoslik institutida saqlanadigan Tib qonunlarining 14-asrda ko'chirilgan nusxasi ham qadimiyligi jihatidan, 5 kitobini o'zida qamrab olganligi jihatdan ham ahamiyatli deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Andijondan topilgan bu qo'lyozma, qarang. Mana bu yerlarda mana bu ramka deymiz, oltin suv yugurtirilgan. Kotiblar tomonidan ko'chirilgan. U inson a'zolarini tavsiflagan qoidalar hozir ham zamonaviy meditsina bilan chambarchas bog'liq mos keladi. Misol tariqasida Galen o'sha Yunon mutafakkiri va tabibi Ibn Sino Tib qonunlarida ko'p joylarda undan iqtiboslar olgan. Galen aytgan, bu yurak insonni ko'kragida joylashgan degan, o'rtada joylashgan degan. Lekin Ibn Sino o'zini kuzatishlari natijasida yo'q degan, bu yurak ko'krakning chap qorinchasida joylashgan degan. Endi qarang, inson anatomiyasini, inson ichki organlarini chuqur bilmasdan turib bunday fikrni ayta olish mumkinmi? Qarang, men uni dahosi ham xuddi shundayda. Uni aytgan fikrlari, g'oyalari zamon o'tsa ham, asrlar o'tsa ham
eskirgani yo'q. Ibn Sinoning astronomiya, matematika, musiqa, psixologiya, tabobat, falsafa, mantiq kabi ko'plab fan sohalariga oid asarlari mavjud. Ibn Sino umrining oxirida yozgan, ayni paytda mazkur institutda saqlanayotgan Ishorot va tanbihot asarining faksimili nusxasi ham Islom sivilizatsiyasi markazi ekspozitsiyasiga qo'yiladi.